Tog'asi bilan sudlashib, prezident bo'lishni xohlagan Jahongir Otajonov. Ko'pchilik san'atkorlarga qaraganda o'z dunyosida yashaydigan Jahongir Otajonov Otajonovlar sulolasining vakili hisoblanadi. U 1978-yilda Urganch shahrida tug'ilgan. Uning otasi va amakisi Ortiq Otajonov ham san'at vakillari bo'lishgan. San'atkor oilasidagi muammolar sabab 8-sinfdan keyin maktabda o'qimasdan bozorga chiqadi. Jahongir Otajonov konservatoriyaga o'qishga kirganida moliyaviy qiyinchiliklar sabab o'qishni tashlab ketmoqchi bo'ladi. Ammo tog'asi ularga Toshkentdagi uyini berib pul olmaydi va bir qancha vaqtdan so'ng to'ylarga chiqib boshlagan Otajonov uyini ta'mirlaydi va tog'asi undan uy pulini talab qiladi. Tortishuvlardan so'ng Otajonov tog'asi bilan sudlashadi. Tog'asining istasang qurgan uyingni olib ketaver degan so'zlaridan keyin Jahongir Otajonov mardikorlarni olib borib uyini buzdirib tashlaydi. Jahongir Otajonov Arazlamang, Oq kabutar va Dog'man kabi qo'shiqlari bilan muxlislar qalbini zabt etadi. 2018-yil esa Qaddi baland qo'shig'i bilan qaytadan porlab chiqqandek bo'ladi. Otajonov bir muddat san'atni tark etdi, ammo 6 oydan so'ng u yangi qo'shiq bilan sahnaga qaytdi. Siz Jahongir Otajonovning qaysi qo'shiqlarini eshitasiz? Izohlarda yozib qoldiring.